Tasavvur qiling, bir oila shifokor qabulida. Tashxis onkologiya. Ko'p bemorlar shunchaki tashxis uchun borishadi. Kasalimi nomi nima? Qayerga murojaat qilish kerak? Qaysi klinika yaxshi? Davolanish qancha turadi? Dil bilmasak, shifokor bilan qanday gaplashamiz? Shifokorlar davolanish uchun chet elni tavsiya qilishadi. Umid bor, lekin shu bilan birga qo'rquv ham paydo bo'ladi. Afsuski, ko'plab oilalar aynan shu savollar sababli davolanishni kechiktirib yuboradi. Lekin bugun biz sizga aynan shu muammoni hal etishga yaratilgan MedMap bilan yaqindan tanishtiramiz. Men Sultonova Mehruza, yoshim 33 ta. MedMap xalqaro tibbiy turizm platformasi asoschisiman. Bu meni startap yo'lidagi ilk loyiham. MedMap xalqaro tibbiy turizm platformasi kasbimdagi tajribalar asosida 2025-yil aprel oyidan boshlab shakllanishni boshlagan. Aytib o'tgandek, hamshiraman. Ish jarayonida tajribamda ko'pchilik bemorlarni xorijga chiqib davolanganliklarini ko'rardim va 2025-yil aprel oyida o'zimni ham taqdir majlisimi bilan sinadi. Hindiston davlatiga o'zimni tekshirtirish uchun bordim. O'ta tibbiy tekshiruvlardan o'tdim. Tilni bilganim uchun, tibbiy bilimlarim bo'lgani uchun menga bu oson bo'ldi va kam xarj bo'ldi. Lekin u yerda o'zbekistonlik va boshqa Markaziy Osiyodan borgan xorijiy bemorlar bor edi. Ularda bir nechta muammolar bor edi. Ko'pchiligida og'zaki kelishuvlar asosida borishgan yoki ularga kasalligiga tushadigan klinika haqida umuman lokatsiyalari bilan bog'liq ma'lumotlar yo'qligi, xarajatlarni kelishdan oldin bo'lmaganligi va ko'p hollarda o'rtakash da'volarga aldanib qolganliklarini ko'rdim va qaytganimdan so'ng buni qanaqa tizimlashtirish mumkin, bemorlarga qanaqa yordam berish mumkinligi haqida o'yladim. Startup garajdagi bilimlarim asosida buni yaratishga, komanda yig'ishga, amaliyotda qo'llab ko'rishga qaror qildim. Men ismim Hasanboy Ahmurodov, Startup garajda mentorman. MedMap loyihasiga qiziqishimga sabab o'zi aslida boshqa loyiha bo'lib kelgan, ya'ni meditsina sohasidan va bizning founderimiz, ya'ni MedMapda asoschimiz mutaxassislar kelib chiqqan holatda Hindiston safariga dastur jarayonida, ya'ni o'qish jarayonida borib kelib qoldi va MedMap loyihasi ozgina o'zgarildi. Ya'ni onkologik kasalliklar bilan qiynalgan insonlarga to'g'ridan to'g'ri chet eldagi klinikalarga, ya'ni qanaqa klinika, u ham o'sha davlatni juda ham mashhur, qo'l bilan sanaydigan sanoqli klinikalar bilan to'g'ridan to'g'ri onkologik kasalliklarni yechish degan mavzu bilan kelindi va ustida ishlandi. Shu o'rinda bizning startup garajimizda startup community degan loyihamiz bor edi. Bu yerda 2 oy davomida biz startapchilarni g'oyadan tortib toki investitsiyaga bo'lgan, undan tashqari sotuvgacha bo'lgan o'rgatish jarayonida MedMap loyihasini asoschisi ham o'sha moment o'tirgan holatda startapga asos solinib ketildi. Ismim Sardor, aloqa o'yinchisi loyiha menejeri bo'lib ishlayman. Biz MedMap loyihasini o'tgan yili yoz davomida Jizzax viloyatida bo'lib o'tgan investorlar kuni tadbiri doirasida ko'rib chiqqandik va sarmoya kiritishga qaror qilgandik. Loyihaga 20 ming AQSh dollar qiymatida investitsiya kiritganmiz. Yutgan tarafim tilni bilganim bo'lgan va o'zimni 15 yillik tibbiyotdagi tajribam bo'lgan. Tibbiy terminlarni tushunganim, ingliz tilini bilganim uchun to'g'ridan to'g'ri hind mutaxassislar, doktorlar bilan gaplashganman. U yoqda tarjimonlar shunchaki general speakingni bilishadi. Lekin meditsinaning o'zini alohida tili bor. O'rtada tarjimonni mas'uliyati juda ham katta. Ko'p bemorlar shunchaki tashxis uchun borishadi. Kasalimi nomi nima? Balki u yerdan topib kelsam, O'zbekistonda shuni lichit qila oladigan doktorlar bordir, lekin avval
tagini topib olishim kerak degan bitta so'zni tashxisni eshitish bilan borishadi. Vaholanki tarjimon buni to'g'ri tarjima qilib bera olmasligi mumkin. Ko'p hollarda mana shuni oqibatida muammolar kelib chiqadi va hujjat bilan bog'liq muammolar ozgina harakat qilsa bu shunchaki onlayn hal qilsa bo'ladigan narsalar bo'lgani uchun shuni ishlab chiqishga ahd qilganmiz. Medmap loyihasi bu butun O'zbekiston va O'rta Osiyodagi bemorlarni xalqaro klinikalar bilan bog'lab beruvchi tibbiy turizm platformasi bo'ladi. Medmap platformasi orqali vositachisiz, shaffof, aniq va xavfsiz bo'lgan tarzda tibbiy turizm xizmatlarini olsa bo'ladi. Shunaqa bemorlar bor, hattoki hozir ommalashib ketgan onlayn biletlarni olisha olmaydi. Tibbiyotda oltin qoida bor. To'g'ri tashxis 50% davo. Hozir O'zbekistondagi ko'p bemorlarning tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, ikkita juda ham katta xato qilishadi. Birinchisi tashxisni olish jarayoniga juda ham ko'p pul, vaqt sarflashadi. Kerak emas tekshiruvlardan o'tishadi. Mos tushadigan mutaxassis bo'ladi, mutaxassisligi boshqa bo'lishadi. Boraverishadi. Tashxisni topdi ham deylik, qo'yilgan tashxisni tan olish va ko'nikishga ham yana alohida vaqt, yana alohida mablag' sarf qilishadi. Yana bitta xatolari bu meditsinada juda ham katta xato. Tashxisni bildilar, tan oldilar, davolanishni boshladilar. Juda ham ko'p doktorlarni almashtirib tashlashadi. Bu doktorda davolanishadi, lecheniya olishadi, boshqaga borishadi. Boshqa doktor bemorni so'zidan eshitadi-da kasallik tarixini. Po faktu undan oldingi doktor nima lecheniya qilgan bilmaydi, u yana boshidan boshlaydi. Medmap loyihasida hammasi shaffof. Ya'ni bu nima degani, bir bemor o'z kasallik varaqasini klinikaga yuboriladi onlayn holatda va u yerdan to'g'ridan-to'g'ri qanaqa kasalliklari va undan tashqari onlayn holatda, real time holatida narx-navosini ham to'g'ridan-to'g'ri chiqarib beradi. Bu loyihani saralab olish davomida biz ko'plab loyihalarni ko'rib chiqqandik va ularning ichida aynan shu loyiha bizni O'zbekistonda bo'lgan bemorlarga, O'rta Osiyodan bo'lgan bemorlarga katta qiymat berishini ko'rib, sarmoya kiritishga qaror qilgandik va bu loyiha O'rta Osiyoda katta istiqbolli loyihalardan biri bo'lishiga aminmiz va ishonamiz. Biz o'zimizdan boshida nishani xorijga chiqishga boradigan bemorlarga qaratganmiz, lekin noyabr-dekabr oylarida O'zbekistondagi 500 ta lit, ya'ni so'rovnomalar o'tkazib bemorlar bilan gaplashib ko'rganimizda, ularni O'zbekistonni o'zida hattoki qaysi klinikani topishligi, qaysi больницаga borishligi to'g'risida savollar ko'pligini ko'rdik. Bizlar bilan gaplashganimizda Turkiyani, Hindistonni qo'ying, Toshkentda qatga boraylik degan narsalar bo'ldi-da. O'shandan keyin O'zbekistonni o'zidagi bemorlarga ham O'zbekistondagi klinikalarni, poytaxtdagi yoki kasalliklarga mos tushadigan, ixtisoslashgan klinikalarni topishga, yordam berishga ahd qildik va yana bir tarafi hozirgi kunda biz bilamizki, O'rta Osiyoda O'zbekiston davlati bemalol ayta olamiz, tibbiy malakasi, kadrlari, tibbiy texnik bazasi jihatdan ham oldingi o'rinlarda turadi va shuning uchun qo'shni davlatlardagi bemorlarni ishonchini oqlab bo'lgan. Hozirgi kunda juda ko'p tashkilotlar, davlat больницалari, shifoxonalari, xususiy sektorlar barchasi Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston kabi davlatlardan bemorlarni qabul qiladi. Biz qo'shni davlatlardan kelayotgan bemorlarni tibbiy safarlarini tashkil qilish, yangi darajaga, xalqaro darajaga ko'tarishni niyat qildik. Medmap loyihasida men asosiy vazifam resurslarni to'g'ri taqsimlab berish. Ya'ni bu nima degani? Qaysidir ma'noda meditsina sohasidagi vrachlar yoki bo'lmasa mutaxassislarni kerakli vaqtda bog'lab berish, kerakli vaqtda ulardan konsultatsiya olishni ta'minlab berish. Undan tashqari Medmap loyihasi uchun dasturda to'laqonli ishlab ketishini ta'minlash uchun maydon bir desak ham bo'ladi, yaratib berish. Vazifam shunaqa va jamoalarni to'g'ri shakllantirish, to'g'ri yurg'izish. Medmapni boshqa tibbiy turistik faoliyat yuritadigan tashkilot yoki alohida faoliyat yurituvchilardan katta farqi, bizda hujjat bilan bog'liq barcha ishlar bepul amalga oshiriladi. Ularning vizalari, xorij klinikalardan oladigan taklifnomalari, 24 soat transfer xizmatlaridan, tarjimon xizmatlaridan foydalanish mutlaqo bepul va ular bilan borishdan oldin rasmiy shartnoma imzolanadi. Ularning huquqlari
himoya qilinadi. Hozirgi kunda Hindistondagi eng yirik 12 ta tarmoqli klinikalar bilan rasmiy shartnomalarimiz bor. Xizmatidan bemalol foydalanamiz. Mahalliy klinikalar bilan shartnomalar tuzilmoqda. Bu viloyatlar miqyosida testoviy rejim boshlangan, Sirdaryo viloyatida to'liq amalga oshirib bo'lingan. Endi kunda kelgusida poytaxtdagi Toshkentdagi klinikalar bilan shartnoma imzolash rejalashtirganmiz. G'oyani shakllantirib, jamoani yiqqanimizdan keyin veb-sayt ishlab chiqildi MedMap bo'yicha. Bu hozirgi kunda testoviy rejimda 100% o'zini oqlab o'tgan. Application ishlab chiqarish bo'yicha ish olib borishyapti dasturchilarimiz. Bu MedMap veb-sayti yoki kelgusidagi app bemorlarga nima beradi? Birinchidan, klinikalarni keng assortimentini taqdim qiladi. Xoh O'zbekistonda, xoh Hindistonda, xoh Turkiyada, Rossiyada va ular haqida to'liq ma'lumot beradi. Birgina ilovani o'zida bundan tashqari viza talab qilinadigan davlatlar bo'lsa, viza, transfer, sim kartagacha bo'lgan xizmatlarni, o'sha klinikaga yaqin bo'lgan lokatsiyadagi mehmonxonalarni narxlari bilan, avia chiptalarni narxlari, kunlari bilan ham bemalol tanishib chiqishi va ularga buyurtma berishi mumkin MedMap orqali. Biz MedMap loyihalariga o'xshagan startaplarga ishlash uchun muhit, akseleratsiya dasturlari, undan tashqari bozor strategiyasini ishlab chiqishga yordam beramiz va sotuvlariga ham. Ilovada aynan nishalashgan maxsus bemorliklar bo'yicha degan tor soha yo'q. Har qanday jigar ko'chirish, buyrak ko'chirish, yurak paroklari va tug'ma nuqsoni bo'lganlar, ilik ko'chirib o'tkazish, ko'z bilan bog'liq har qanday turdagi xorijda davolanishni xohlagan bemorlar va shunchaki o'zini check-up qilish xohlagan bemorlarimiz ham, insonlarimiz ham foydalanishi mumkin. MedMap loyihasining kelajagi xudo xolasa yaxshi ketadi. Nima uchun? Sababi shunga o'xshagan ijtimoiy sohalar ham bizga kerak. Ya'ni bir o'rta hol oilani oladigan bo'lsak, bir bemorimiz onkologik kasalliklar bilan o'zi aslida muammo qanaqa deydigan bo'lsak, bir o'rta hol oiladagi tilni bilmaydigan, lekin farzandi yoki bo'lmasa ayoli va hokazo shunaqa onkologik kasallik bilan bo'lgan bemorlarimiz Hindistonga, Turkiyaga, Germaniyaga borishga qo'rqishadi. Nima uchun? Eng avvalo tilni bilmaymiz va u yoqqa borsak bizni aldab qo'ymaydimi? Yoki bo'lmasa uchinchi holatda tarjimon olishimiz kerak. Bunday olib qaraganda juda ham qimmat bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Aslini olganda unday emas va u muammoni yechim sifatida MedMap loyihamizni ya'ni ishlab chiqdik. MedMap loyihasiga hech qanaqasiga sizga chet elda klinikalardan foydalanish uchun qanaqadir tarjimon kerak emas yoki bo'lmasa meni aldab qo'ymaydimi degan narsa, ya'ni o'sha qo'rquvni biz juda ham umuman unuttirsak ham bo'ladi, ya'ni esdan chiqarsak ham bo'ladi. Undan tashqari hozirgi kunda, hozirgi paytda Hindiston davlatidagi 12 ta eng mashhur, yaxshi mutaxassislarga ega klinikalar bilan shartnoma qilganmiz va kelajakda Turkiya, Germaniya, Belorussiya davlatlaridagi mashhur yaxshi klinikalar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lash. Bemor kasal bo'lganda birinchi qiladigan ishi tibbiyotga aloqasi bo'lgan har qanday tanishiga telefon qiladi. Qayerga boraylik, qanaqa mutaxassis bor, mana bunaqa edik, qaysi doktor yaxshi, nima qilish kerak. U doktor aytaylik taniydiki 50 ta doktorni. Bemor MedMapga kirganda shundoq xoh O'zbekistondagi, xoh Hindistondagi har qanaqa klinikani ma'lumotlarini bilish, informatsiya olish. Bu umuman yo'q emas, bor, lekin bemor bo'lgan holatida har bitta klinikani, simbolik Hindistondagi yoki Turkiyadagini bitta saytini kirib izlab o'tirmaydi. Bunga aql yetadigan bemorlar afsuski juda ham kam. Bu bekorga MedMap emas, bu karta, dunyoning klinikalar joylashgan kartasi. Shundoq kiradi. Birinchi O'zbekiston, keyin kerak bo'lsa Hindistondagi klinikalar haqida hech bo'lmasam olishadi. Bu MedMapdagi informatsiyalar hammasi ochiq datalar, u yerda manzillari, klinikaning tajribasi, sertifikat, davlat ro'yxatidan o'tgani haqida hamma ma'lumot bor. Biladiki, shu tanlab bo'lgandan keyin biletini ham, vizasini ham, taklifnomasini ham, tarjimonini ham, boradigan davlatini, sim kartasigacha bo'lgan xizmatlar kafolatlanganligini ko'rish mumkin. Mana shu narsalarni oladi. MedMap loyihasi ajralib turadigan jihati O'rta Osiyo bozorida katta
og'riq bor, katta ehtiyoj bor, aniq shaffof tibbiy turizm xizmatlari uchun yaxshi yechim qilib berishgan va keyinchalik bu loyiha nafaqat O'rta Osiyodagi bemorlarni xalqaro klinikalar va aksincha xalqaro bemorlarni O'rta Osiyodagi klinikalar bilan mahalliy klinikalar bilan ham bog'lab beradigan platforma bo'lib ishlaydi. G'oya tug'ilgandan keyin uni shakllantirish uchun startup garaj bizni 4 oy davomida o'qitishdi. Investorlar bilan va biznes modellarini shakllantirishga komanda yig'ish bilan bog'liq hamma bilimlarni berishdi va bu bilimlar zoya ketmadi. 25-yil iyul oyida Jizzax shahrida bo'lib o'tgan investorlar bilan uchrashuvda biz $20,000 investitsiyani Aloqa Venture tomonidan qo'lga kiritdik va jamoa bilan jiddiy shug'ullanishni boshlaganmiz. Noyabr oyida bizda veb-sayt tayyor bo'lgan. Hozirda 4 oylik faoliyatga ega. Bu 4 oy davomida 5 ta bemorimizni tibbiy safarlarini tashkil etdik. Ulardan eng kichkina bemorimiz bor, 2 yoshi 3 oylik Yasminaxon. U qizchamiz nur terapiya amaliyotlarini olishmoqda. Hozirgi kunda yana jarayonda bo'lgan bemorlarimiz bor. Startup garaj investitsiya jalb qilishni jarayonini o'rgatamiz, ya'ni loyihani birinchi ko'rib chiqamiz. Loyiha qaysi holatda, MVP holatdami yoki bo'lmasa g'oya holatdami yoki bo'lmasa sotuv holatdami? Undan tashqari biz loyihani egasiga, eng avvalo biz egasiga, ya'ni asoschisiga ahamiyat beramiz. Loyihani asoschisini mindseti to'g'rimi? Ya'ni dunyoqarashi. Faqatgina startup garajga kelishdan maqsad bir muammoni yechim sifatida startup deb olib kelindimi yoki bo'lmasa men investitsiya olamanmi? Bu yerda ikkita, ya'ni hammada adashmovchilik bo'ladi. Startup garajga boraman, menga pul beradi, loyiham yurib ketadi. Yo'q, aslida unaqa emas. Aslida startup garajga kelishdan maqsad bo'lishi kerak, g'oyamni shakllantiraman, MVP chiqaraman, bir muammoni yechaman va investitsiya bo'lsa produktimni masshtablashtirish, ya'ni kengaytirishga menga yo'l degan ma'noda kelsa, u startaplarga biz birgalikda ishlagan holatda hamkor venture fondlarimizga biz asoschini birgalikda tayyorlagan holatda ularga olib kiramiz va shu jarayon asosida, ya'ni shu jarayonda ular investitsiya olish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Startup garaj startaplarga investitsiya berishdan tashqari global bozorga chiqish imkoniyatini beradi va hozirda bizda startup garajda filiallarimiz mavjud. MENA davlatlarida, Maroko bozorida, Birlashgan Arab Amirligida, Qatarda va kelajakda hozirda Qirg'izistonda ham ochish niyatimiz bor. Bu lokalniy startaplarimizni to'g'ridan to'g'ri boshqa davlatlarga ham rivojlantirish, sotish, ya'ni tezroq sotish jarayonini osonlashtiradi. O'zi hozirgi kunda startaplar ko'proq marketplace yoki shunga o'xshash yo'nalishlarda ixtisoslashmoqda. Sog'liqni saqlash bilan bog'liq startaplar yo'q deya olmaymiz, bor, lekin ular hozirgi kunda kamroq. Lekin aynan sog'liqni saqlash uchun startaplar kerak deb o'ylayman. Sababi sog'lom hayot kechirayotgan odamlarni birgina ehtiyojini qondirsa, odam qanchalik xursand bo'ladi. Lekin bemor odamni ehtiyojini qondirsangiz, u 2 marta, 3 marta quvonch bo'ladi. Startup garajga kelishadi ba'zi bir startapchilarimiz, g'oyamni aytsam o'g'irlab qo'ymaysizmi? Birinchi qo'rquv bo'ladi. Ikkinchi holatda pul so'rab kelishim qanchalik to'g'ri degan savol bo'lib qoladi. Yo'q, aslini olganda unday emas. Biz aynan o'shanaqa startapchilarimizni shakllantiramiz. Qo'rquvni bas qil, chekkaga surib qo'yda va o'zingni ko'rsat. Haqiqatdan ham bir muammoni yechim sifatida olib keldingmi, ki bizga garaj sifatida senga yordam beramiz va kerak bo'lsa investitsiya fondlariga ham chiqarib, bu loyihani rivojlantiramiz. Startapni qanaqa ko'rsataman degan yoshlarimizga, startapchilarimizga bizda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faolmiz. Instagramdan, Telegramdan, YouTubedan bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Undan tashqari har bitta viloyatda, ya'ni 14 ta hududda bizda filiallarimiz mavjud. Undan tashqari har bitta universitetlarimizda bizda koordinatorlarimiz bor. Ya'ni bizda mentorlar desa ham bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, ularga murojaat qilib topsa bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri bizga kelib tushadi. IT Park va Startup garajda bizda dasturlar, o'quv seminarlar bo'ladi. U yoqda yosh startapchilar ko'p so'rashadi. Startapni umuman o'zi birinchi maqsadi jamiyatdagi, insonlar hayotidagi biror muammoni yechim topish, yengillik berish. Mana shu narsani yo'qotib boshqa
taraflarga, omillarga chalg'ib ketishmasa, shunda yaxshi bo'lishadi. Birinchi ezgu niyatni insonlarga yordam berishni o'ylash kerak. Ko'proq hozirda ommalashdi startap avvalgi yillardan boshlab. O'tda birinchi inobatga olinadigan narsasi investorlar uchun pitch qilinadigan paytda ochiq aytish kerak, biznes model inobatga olinardi. Lekin startapni o'zi kelib chiqish maqsadi biror muammoga yechim topish, xalqqa biror og'irini yengil qilish. Startapchilarga maslahatim, muammoni seving, yechimni emas. Ya'ni bu nima degani, bizga produktlar keladi, mana bunaqa narsa qilib keldim. Yo'q, aslida bozorda muammo bormi degan savolga hech kimda javob yo'q. Har kunlik muammo bo'ladigan bo'lsa, uni nimaga qilmaslik kerak? Tezroq MVP ga tayyorlang. Eng qisqa qilib aytganda, bitta funksiyasi ham ishlaydigan narsa qilib odamlarga sotib qo'ying. Sizdan foydalanib puliga sotib oldimi, demak buni kelajagi bor, qaysidir ma'noda va uni kengaytirib, jamoa shakllantirib yurg'izish kerak. Bo'ldi. Ko'proq Amerika davlatlarida ham 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan davrdagi startaplarga ko'proq ishonishadi, ko'proq investitsiya qilishadi, ko'proq tan olishadi. Sababi mana shu yoshdan boshlab tajriba, jamiyatda kontaktlarning ko'payishi, o'zini sostoyaniyasiga qarab muammolarni yechish boshlanadi. O'shanaqa jarayondagi startaplarni tan olishadi. Startaplar bitta sohaga mo'ljallangan bo'lmaydi, ko'p sohali bo'ladi. Har qanday sohaga ega bo'lgan ayol-qizlarimiz ishlarini o'zini mutaxassisi bo'lsa, startaplarni parallel ravishda olib ketishsa bo'ladi. Bu har doim xohishga, qiziqishga borib taqaladi. Ozgina vaqt ajratsa, o'zini sohasidagi muammolarga yechim topishsa, startap ham parallel rivojlanadi. Kelgusida MedMap'ni faqat O'zbekiston uchun emas, balki butun Markaziy Osiyo bemorlari uchun xizmat qilishini xohlardik va ularni qo'shni davlatdagi bemorlarni O'zbekistonga tashrifi bo'lsin, O'zbekistondagi bemorlarning chetga tashrifi bo'lsin, barchalarini tibbiy safarlarini chiroyli tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Qisqa qilib, tushunarli qilib aytaman. Loyihadan kutayotgan yagona narsam, avvalo hech kim bemor bo'lmasin, boshiga mana shu sog'ligi bilan sinaladigan inson bo'lsa, shundoq telefonni olib MedMap'ga kirib hal qilsa, tashxislashga va davolanish hujjatga ketadigan muammolari va mablag'larni qisqartirsa, mana shu bizni eng katta kutayotgan maqsadimiz, rezultatimiz mana shu. Hozir siz biron joyga yetib olish uchun даже o'rganish bo'lib qolgan, refleks bo'lib qolgan, olasiz, Yandex chaqirasiz, nimadir olgingiz keladi, uzum yoki nimadir kirasiz. Pul o'tkazmoqchisiz yaqiningizga, shunda olasiz, klikdan o'tkazib yuborasiz. Kelgusida MedMap'ga mana shunaqa ko'rish xohlayman. Telefonini oladi, tibbiy muammosini o'tirgan joyda hal qiladi.